Daryoda 3 nafar bola cho'kib vafot etdi. Gap shundaki, shu yilning 8-iyun kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Namuna mahallasi hududidan oqib o'tuvchi aynan mana shu suvda 6 nafar bola cho'milish uchun kelishadi. Ularni 5 nafari suvga tushadi, 1 nafari tushmaydi. 2 nafarni mahalla inspektori hamda profilaktika inspektori hamda mahalla raisi qutqarib qolinganligi aytilmoqda. 11-sinf o'quvchilari bo'lgan. Ularni 2 nafarini jasadi topilgan, ya'ni 8-iyun sanasida 1 nafari, bugun 9-iyun sanasida esa tushlikka yaqin 1 nafarni jasadi topilgan. Ayni paytda yana 1 nafari suv ostida g'avvoslar hamda ko'plab ko'ngilli fuqarolar tomonidan qidirilmoqda. Yoshlarimizdan, fuqarolarimizdan va ota-onalarimizdan iltimos qilib qolamizki, mana shunday cho'milish havzalari, daryolarga kelganda juda ham ehtiyot bo'lishlari va hushyorliklarini yo'qotmasliklarini